Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Andijon viloyati Shahrixonga yetib kelganmiz. Sizlarga hozir mana shu joyga qilingan tunikafon haqida ustakamiz bilan birgalikda ma'lumot beramiz. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Oppoq rangda alkofon fasonda juda ham chiroyli holatda ustakalarimiz tunikafon ishlarini qilib beribdi. Albatta kanalimizga yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va videolarimiz rekka chiqishi uchun bittadan laykni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum ustaka. Charchamadinglarmi? Ahvollari yaxshimi? Obunachilarimizga ma'lumot bering. Sizlar bu xonadonni nech pulga qilib berdinglar va qancha kvadrat tunik ishlatdinglar va tunikafondan tashqari nima ishlarni qilib berdinglar va tunikani qalinligi necha qalinlikda bo'ldi? Biz jami bo'lib bu yerga 52 kvadrat tunikamizni rasxod qilganmiz. Tunikamizni qalinligi 0.4 qalinlikda qilib berganmiz. Tunikamizni mana bu qirdan, mana bu qirgacha 24 metr. Duolimiz qirdan tarnovimizgacha 1.10 sm qilib berganmiz. Demak, ustaga bir minut shoshmay turamiz. Demak, mana shu joyimizning uzunligi mana bu qirdan, mana bu qirgacha 24 metrni tashkil qildi va eniga devorimizdan tarnov tagigacha 1.10 sm da bo'ldi. Aynan mana shu joyga, mana bu peshxorlari bilan birgalikda, o'rashlari bilan birgalikda 52,5 kvadrat tunika rasxod qildinglar demak. Xo'p, tunikafondan tashqari nimalarni qilib berdinglar? Tunikafondan tashqari tarnovlarni ham qilib, choqchi tarnovlardan qo'yib berganmiz. Ha, demak, mana bu mokri rangli tarnovlarni ham qo'yib berdinglar, ustanovka qilib berdinglar. Tarnovlarni qo'yib berganmiz. Buni narxiga keladigan bo'lsa, metrini 65 ming so'mdan qilib berganmiz. Ha, demak, tarnovni 1 metrini 65 ming so'mdan qilib beryapsizlar. Tunikafonni kvadrat metrini necha puldan qilib berdinglar? 140 ming so'mdan hamma yo'q ichida qilib beryapmiz. Xo'p, tunikani qalinligini eslatib o'tasiz? Tunikamiz bergan 0.4 qalinlikdan foydalanganmiz. 0.4 qalinlikdan foydalangan. 0.35 dan 0.4 qalinligigacha qilib bermoqdamiz. Bo'ldi, tushunarli. Xizmatlar qayergacha? Xizmatlar vodiy bo'ylab hozircha, vodiydan tashqarida bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha qilib bermoqdamiz. Xo'p. Vodiydan tashqarida bo'lgan bo'lsa, 150 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Demak, vodiydan tashqari viloyatlarga ham chiqib, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli tunikafon ishlarini qilib bermoqdasizlar. Bo'ldi, ustaka, Alloh rozi bo'lsin bergan ma'lumotlaringizdan. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana ustakamizdan ma'lumotlarni o'zingizlar ko'rib o'tdinglar. Xudo xohlasa mana ishlari juda ham chiroyli ekan. Albatta sizlar ham xonadonlarga tunikafon qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanib, xudo xohlasa mana shu ustakalarimizga buyurtma qilsanglar